Bugun milliy bellashuv o'tkazmoqchimiz. Naim opa bizga kontroldagi eng tez va sifatli ish qiladigan ikkita xodimingizni ko'rsatdik. Eng ko'p standartga mos keladigan mahsulotni kontroldan o'tkazgan xodim g'olib bo'ladi. Har bir o'tkazib yuborilgan brak mahsulot uchun esa 1 balldan olib tashlanadi. Vaqt ketdi. Üç, 2, 1. Stop. Vaqtingiz tugadi. 1, 2, 3, 4, ipiga e'tibor bermagan 5, 6 ta. Ishtirokchimiz Ominaxondan 6 ta sog'lom ish dazmolga o'tdi. Ikkinchi ishtirokchimiz Charozxon ishlarini endi tekshirib chiqamiz. 2, iplari qolib ketgan. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Ikkinchi ishtirokchimiz Charozxondan 8 ta ishni qabul qilib dazmolga sifatli qilib o'tkazib berdik. Bellashuvimiz tugadi. Omin opa 6 ta, Charos opa bo'lsa 8 ta o'tkazdi va Charos opa g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Kutmagandim g'olib bo'lishimni. Shunaqa kichkina bellashuvlarni ko'p-ko'p qilib turinglar.